Erkaklar nega barakali? Xalqimizda shunday gap bor. Erkakning topganida baraka bor, ayolnikida baraka yo'q. Nima uchun? Chunki erkakning asosiy vazifasi pul topish va u ro'zg'orni tebratadi. Bu pul o'zining joyiga kelyapti, o'z odamidan kelyapti va to'g'ri ishlatilyapti degani. Demak, bu yerda qonun o'z o'rnida ishlayapti. Lekin ayolning vazifasi yaratish, ijod qilish. Ayol ijod qiladi va uning natijasi pul bo'ladi. Ayol kishi pul uchun ko'chaga chiqmaydi. Yaratish uchun chiqadi. Baribir bir xil natija. Ayol ham pul bilan kirib keladi. Lekin ayol topgan pulining katta qismini o'ziga ishlatish kerak. Ya'ni o'zining zavqiga, xursandchiligiga. Agar faqat oilaga ishlatib, o'zidan qisinsa ayol pulini qizg'onsa, ayolda o'z-o'zidan stress kelib chiqadi. Minnat hissi kelib chiqadi. Asabiylashish kuchayadi. Chunki ayolning puli o'z o'rnida ishlatilmayapti. Erkakniki esa o'z vazifasini qilayotganligi uchun barakali hisoblanadi.